Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Birinchi tajriba mashg'ulotimiz CAD tizimlarining amaliy dasturlarini interfeysini o'rganish va qo'llash mavzusi bugungi mavzuimiz. Bu yerda biz MATCAD tizimida ishlashni ko'rib o'tamiz. MATCAD tizimini ishga tushiradigan bo'lsak, bizda hozir quyidagi oyna chiqadi. Bu MATCAD tizimining asosiy interfeysi hisoblanadi. Bu yerda biz sizlar bilan matematik panelini ko'rib chiqamiz. Bugun matematik panelda birinchi kalkulyator bölümündə bizga standart funksiyalardan foydalanish imkonini beradi. İkinci bölümümüz bu grafik bölüm hisoblanadi. Grafik bölümdə 2 o'lchovli, 3 o'lchovli va diagramma ko'rinishidagi grafiklarni hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi uchinchisi matritsa bölümü. Bu yerda matritsa va matrisalar ustida amallar bajarishimiz mumkin. Keyingisi bu vichsleniya bölümü. Bu yerda baholash bölümü. Baholashga doir amallarni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi matematik analiz bölümü. Bu matematik analiz bölümüdə hosila olish, integrallash, summa, ko'paytma, limitlarni hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi mantiqiy algebra bölümü. Bu yerda mantiqiy amallarni bajarishimiz mumkin bo'ladi bu yordamida. Keyingisi programma bölümü. Bu programma bölümündə biz programma hosil qilishimiz mumkin. MATCAD dasturining ichida o'sha programma yozishimizda foydalanadigan buyruqlar joylashgan. Keyin grek alfabetidagi simvollarni joylashtirishda foydalanishimiz mumkin bo'ladi bu yerda. Endi sizlar bilan hozircha bularni yopib turamiz. Kerakli bölümlarni ochib foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Endi sizlar bilan oddiy hisoblashlarni ko'rib o'tamiz. Misol uchun 3 + 5 ko'rinishida qo'yib biz mana kalkulyator bölümü kerak bo'ladi bizda. Tenglik belgisini bosadigan bo'lsak, bizga natijani chiqarib beradi. Bu yerda natijani chiqarib beradi. Keyin o'zlashtirishimiz mumkin. Misol uchun x barobar demoq o'zlashtirish kiritmoqchi bo'lsak, biror songa tengligini bildirmoqchi bo'lsak, misol uchun 5 ga 2 nuqtali teng qo'yiladi bu yerda. 2 nuqtali teng bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zlashtirishni bildiradi. Mana yana biror funksiyani ko'ramiz. X, y ga bog'liq funksiya 2 nuqtali teng x daraja belgisi. X ni y-inchisi deymiz. Masalan, kvadrati bo'lsin. Plus 6 ko'paytirilgan x plus 5 ko'rinishidagi funksiya bo'lsin. X ni qiymatini olib, shu y funksiyani hisoblab bersin bizga. Y barobar y funksiyamiz yozib tenglik belgisini qo'ysak, bizga natijani chiqarib beradi. X 5 ga teng vaqtdagi qiymati y ni qiymati 60 ga teng ekan. Endi keyingi bölümümüz matritsa bölümünü ko'raylik. Misol uchun biror bir matritsani hosil qilishimiz kerak. Biror A matritsa A barobar deymiz, ya'ni 2 nuqtali barobarda qo'yamiz. Va birinchi mana matritsa belgisini bosadigan bo'lsak, bizdan o'sha ustun va satrlar sonini so'raydi. Nechtaga nechta ustun, nechta satr bo'lishini kiritishimiz kerak. Men 3 ga 3 ni tanladim. Ya'ni 3 ga 3 matritsa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ni kiritib ko'ramiz. Mana bu matritsani hosil qilish edi. Bu matritsani hosil qilganimizdan keyin misol uchun bu matritsaga transpanellash, A matritsani transpanellashimiz mumkin. A mana MT degan ustiga bosadigan bo'lsak, bizga transpanellab beradi. Keyin B barobar belgisini qo'yadigan bo'lsak, mana transpanellangan qiymatini bizga chiqarib beradi bu yerda. Ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana B transpanellangan holati. Bu A matritsani transpanellagan edi. Bu matritsalar ustida amallar bajarishimiz mumkin. Keyingisi biror bir funksiyadan hosila olishni ko'ramiz. Misol uchun o'sha berilgan y funksiyamizdan hosila olaylik. Mana buning uchun matematik analiz bölümüge kiramiz va nima bilan hosila olishimiz kerak? X bo'yicha x funksiyamizdan hosila olsin bizda. Bu yerda tenglik belgisini qo'ysak, bizga hozir aniq natijani chiqarib beradi. Sababi biz x barobar deb qiymat kiritganmiz.
Mana endi bu yerda qiymat bermaydigan bo'lsak, bu tenglik belgisida bizga natija chiqazib bermaydi. Buning uchun biz boyagi baholash bo'limidan strelka belgisini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Funksiyani yozib bo'lgandan keyin mana strelka belgisini bosib, bo'sh joyga bitta bossak, bizga natija chiqazib beradi. Ya'ni y funksiyadan hosil oldi. Mana endi shuni integrallashimiz mumkin. Xohlasak, birinchi aniq integralni ko'ramiz. Aniq integral 0 dan 1 gacha y funksiyamizni yozamiz. Boyagi y funksiya nimadan integrallash kerak? Mana x bo'yicha yozadigan bo'lsak, bizga mana 25 taqsim 3 ni chiqazib berar ekan. Endi aniq emas integral kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga y funksiyadan x bo'yicha boshlang'ichini olsin va mana baholashni bosadigan bo'lsak, bizga boyagi y funksiyamizdan boshlang'ichini chiqazib beryapti mana. Shu ko'rinishda chiqar ekan. Endi ko'ramiz, sizlar bilan yana bu birinchi men bu grafik bo'limini to'xtalmadim. Birinchi sababi grafiklarni endi ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ikki o'lchovli grafik hosil qilish uchun biz birinchi funksiyani berishimiz kerak. Masalan, x funksiya bo'lsin barabar sinus x ni grafikini chizaylik biz. Buni sizlarga birinchi nimada ko'rsatib o'tay. Aniq sinusni men bu kalkulyator bo'limidan ham tanlashimiz mumkin. Sinus x yozamiz va grafik bo'limidan birinchi turgan grafik ustiga bosamiz. Bizga grafik oyna ochib beradi. Pastki, ya'ni x yozamiz va bizga chap tarafiga funksiyani yozishimiz kerak. F x funksiyani yozib, bo'sh joyga bitta bossak, mana bizga sinusni grafikini chizib berdi. Buni Centruni tanlab OK ni bosadigan bo'lsak, mana bu koordinatalar sistemasini ko'rinishini o'zgartirib beradi. Bu birinchi usuli edi. Tayyor funksiyaning grafikini chizish uchun bizda yozishimiz mumkin. Bu yerga x, bu yerga kosinus, misol uchun kosinus x ni grafikini chizaylik. Kosinus x ni yozib bo'sh joyga bitta bossak, kosinusni grafikini chizib berdi. Ustiga 2 marta bosib, Centruni tanlab OK tugmasini bosadigan bo'lsak, xuddi yuqoridagi ko'rinishdagi chiqazib beradi bizga. Bu ikki o'lchovli grafik hosil qilish edi. Endi sizlar bilan 3 o'lchovli grafik hosil qilishni ko'raylik. O'sha biror bir y katta y yozay. Ya'ni y emas f deb yozay, chunki hozir bu yoqda x, y funksiyaga bog'liq ko'rinishida funksiya yozamiz. Misol uchun x kvadrat plus y kvadrat funksiyaning grafikini chizishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun markazda turgan 3 o'lchovli grafikni bosishimiz kerak bo'ladi yoki Ctrl plus 2 ni bossak ham o'sha grafik oynani hosil qilib beradi bizga. Mana grafik oynani hosil qilib oldik. Endi bu yerda grafik oynadan o'sha pastki qismiga tushamiz. Oxirida mana qora o'zi kursor turibdi. O'sha yerga funksiya nomini kirsak yetarli bizga. F deb bosamiz. Mana bu grafikini chizib berdi. Buni har xil tarafga o'zgartirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana aylantirib. Endi bu yerda biz tanlashimiz mumkin. Men bu oformleniya bo'limidan Zlavki konturni tanlab turib OK deb bosadigan bo'lsak, bizga rangli ko'rinishda ham chiqazib beradi. Mana rangli ko'rinishda. Mana 3 o'lchovli grafikni ko'rishimiz mumkin. Bugungi tajriba ishimizda mana shularni ko'rishimiz kerak edi. Asosiy imkoniyatlari MATLAB dasturini 2 o'lchovli va 3 o'lchovli grafiklarni chizishlarni ko'rib o'tishimiz kerak edi.